Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bu videoda ko'rdiğinizlar tabiat dunyosidagi bir qism hayvonotlar o'tirisidagi jangdan iborat. Qaraydigan bo'lsanglar, bir toshqon bilan bir yilon urushyotidi. Bizning xayolimizga toshqon chuqum yilondan qo'rqib qochidi degan xayol keladi. Ammo toshqon naytib botirlik bilan yilonga keyin tarafidan qayta hujum qilish orqali yilonni mag'lub qilgan va yilonga yilonning esidan qat'iy chiqmaydigan bir qatimliq dars bergan. Ikkinchi ko'rinish bo'lsa, bir sher bir to'p sirtlonga uchrab qoldi. Bu bir top sırtlılar gerçi özü kichik bo'lsa-mu, ammo soni jiq bo'lganligi uchun shirni qurishib olib, halsizlantirib, shir hayotidan ayrilish oldida boshqa bir shir kelib uni qutqizib oldi. Ikkinchi bir shir kelishi bilan bular qochdi. Bu ko'rayotganinglar bo'lsa, lachin bilan tulkining o'tirisidagi jangdan iborat. Lachin o'zining cho'ng tirnoqlari bilan yerdagi hayvonotlarni tutib yeydi. Bu ko'rinishda lachin fursat kutib turib, qochayotgan tulkiga hujum qilgan. Bu ko'rinishda bo'lsa, bir kaslanchuk daraxtning ustidan yamshib tushib, bir daraxtning kameri ichida bolalarini beqib yushinib yotgan mo'lunga hujum qiladi. U asta-asta uning yaqinlashib, hatto mo'lunning uvisining ichiga kirib, bir daqiqaning ichida uning bolalarini yeydi. Bu ko'rinishda bo'lsa, bir yilon bilan bir tiyin uchrashib qoldi. Tiyin o'zining hajmining cho'ngligidan yilon ustidan g'alaba qila oladi. Lekin u oxirgi paytlarda xatarning cho'ngligini his qilib, darhol qochdi. Bu yerda bir mo'lun bilan bir cho'ng yilon uchrashib qoldi. Mo'lun bu xatarlik cho'ng yilonning xataridan o'zini mudofaa qilish uchun uning harakatini kuzatgach, uning atrofini cho'gilab harakat qilyotdi. Ammo yilonmi biz ko'rganimizdek har vaqt uningga hujum holatida turmoqda. Gerçi bir qancha qatimliq hujumda uning hech ish bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo eng oxirgi qatim yilon uning hujum qilib, uni qattiq birinchilayotdi. Issiq palva rayonlaridagi havo klimatining qurg'oqligi sababidan suv kalsi davomli suv ichida yashaydi. U bu orqali badanning namlikini saqlaydi. Bu suv ko'lchigida nurg'ulg'an suv kallari bor. Bir suv kallasi o'ziga xos bo'lgan ayrim suv ko'lchig izlab ketyotdi. Uningga tuyuqsiz bir shir uchrab qilib hujum qildi. Ammo suv kallasining badani kuchli bo'lganligi uchun oxirida shirni mag'lub qildi. Dengizning chunqur qatlamlarida yashayotgan hayvonotlarmi to'qinishlardan xoli emas. Buning misollaridan lahang bilan siyah biliq o'tirisidagi jang. Siyah biliq yushinishga mahir hayvon bo'lib, u yushinish orqali osonla lahangga hujum qilib, uni tutib ola oladi. Siyah biliq lahangga hujum qilish uchun uvusida jimjit uni kutib yotmoqda. Buningda ko'rsatilgandek bir lahang siyah biliqqa yaqinlashdi. Siyah biliq yushinib chiqqan yerdan harakat qilib lahangga hujum qilib, uni tutib oldi va lahang qat'iy midirlayolmay qoldi.